Biz Kosonsoy tumani Bog' Mefiyada joylashgan Isoq Rahimjon aka xonadonlariga kelganmiz. Ushbu xonadonga mikrokredit Kosonsoy tumani filiali tomonidan aholi daromadlarini oshirish uchun 10 million so'mlik mahalla loyihasidan kredit evaziga 10 so'mga asal ariflik Seni ko'rinyaptimi mana shu yerda qaraganingizda? loyiha paket kiritilgan. Ushbu xonadon asalarichilik faoliyati bilan shug'ullanadi hamda aholini mehnat bilan band qilingan. Shu orqali 2 nafar fuqaroni ish bilan ta'minlagan. Oyiga 5 million daromad olib, hozirda yiliga 50-60 million so'mlik daromadga chiqilgan.